Maksimum shu videoni tarqatinglar. Nimaga? Muhtoj oila bo'lsa, tik-tikingga beraverishadi besplatni. Agar ana shunaqa tanishingiz bor, deylik qandaydir holat bo'lib, uyini qildida darvoza qila olmaydi. Shu videoni tarqatsani, o'kelab bitta like bossani, ishoninglar, sizlarning qisqani xushluqan bo'ladi. Shu insonni borguncha. O'zbekiston bo'ylab. O'zingiz gapiring, haqiqatdan ha. Shu qiynalgan odamlar bo'lsa, bitta bonusini qilib beramiz. Video to'liq kuzatib turinglar. Sizlar uchun chiroyli holatdagi darvozalar narxi chiqadi. 3,5 darvoza kvadratini 1,200,000 so'mdan 1,300,000 so'mga qilib beramiz. 2 qavat darvoza 1,8 dan qilingan. 1,100,000 dan 1,200,000 so'm. Bir qavat 2 qavat bo'ladi va shumka bo'ladi. 550,000 dan qilib beramiz. 550,000 so'mdan qilib beramiz. 400,000 so'mdan qilib beramiz kvadrat. Shu darvozamizni mana 400,000 so'mdan kvadrat qilib beramiz. Xullas bizni kuzatishda davom etinglar. Bizni Doniyor akamizda profillar bor. Shu profilga ham o'tib obuna bo'lib, darvozalarimiz yaxshilari bor. Kuzatinglar va kuzatishda davom eting. Tanishlarga maksimum tarqatamiz. Boshda aytib o'tgandek, o'sha eksonimiz bor. Ya'ni bitta muhtoj qiynalgan oilaga besplatni bitta darvozamizni ekson qilib yuboramiz.